Qaysi mashina eng zo'ri? Qaysi mashinani sotib oling? Eng ko'p menga kelib tushadigan savollardan bittasi shu. Do'stlar, mashina sotib olishdan oldin shoshmanglar. Avvalambor sayohat sizlarnikimi yo'qmi buni bilib olish kerak. Uning uchun yaqin do'stinglar, tanishinglar, qarindoshinglar yo bo'lmasa ijaradan bir yo'l tanlamasini olib 3-4 marta safar qilib sayohat qilib ko'ringlar. Agar sizlarga sayohat ma'qul bo'lsa, birinchi navbatda avtosalonga yugurib borib yangi mashinani olmanglar. Yangi mashinani sotish qiyin va qiymati tushib ketadi. Shuning uchun sotilishi oson bo'lgan, arzonroq, hamyonbop avtomobilni olib, ya'ni eskiroq Trailblazer yoki Toyota. Ana undan keyin 1 yil sayohat qilasizlar. Qishda, yozda, bahori ko'rgandan keyin o'z tajribangiz oshib, sizlar uchun nima afzalligini bilib olasizlar. Meni qisqacha tavsiyam, agar imkoniyatingiz 250 million, 300 million so'm atrofida bo'lsa, Trailblazer. Bu avtomobil O'zbekistonda urf bo'lgan, bemalol minasizlar, ehtiyot qismlari ham bor, juda ham chidamli, baquvvat avtomobil. Lekin O'zbekistondan tashqariga chiqqaningizda buni ehtiyot qismlari bilan muammo bo'ladi. Agar undan budjetingiz yaxshiroq bo'lsa, 350 million, 400 million va undan ko'proq imkoniyatingiz bo'lsa, Toyota Land Cruiser Prado 4 litrli. Butun dunyo sayyohlari, Yevropadan tortib Xitoygacha, Rossiyadan tortib Afrikaga hamma sayohat qiladi. Bu avtomobilni ehtiyot qismlarini istalgan joydan topasizlar. Shuning uchun eng ishonchli mashinalardan bittasi hisoblanadi. Agar undan ham imkoniyatim kengroq bo'lsa, Toyota Land Cruiser 200 talik tavsiya qilaman. Bu mashinada ham bemalol sayohat qilsa bo'ladi. Bu mashinani o'ziga yarasha yaxshi yomon tomonlari bor. Yaxshi tomonlari, avtomobil juda ham keng, juda ham yumshoq, oilaviy, ko'p yuk oladi, maza qilib yurasizlar. Yomon tomoni shu, yoqilg'idan ozgina muammo bo'ladi. Yoqilg'i sarfi qimmatroq va ko'proq bo'ladi. Chunki yoqilg'iga e'tibor talabi sal balandroq mashina bo'ladi. Avtosayohatga yangi mashinani tavsiya qilmayman. U olib ketadi, narxi tushib ketadi va u xor bo'lib ketadi. Avvalambor birinchi maslahat, tanish bilishli mashinasida chiqib ko'rasizlar. Sayohat sizlarga ma'qul bo'lsa, sotish oson bo'lgan mashina olib 1 yil sayohat qilasizlar. Ana undan keyin o'zingizlar qaror berib, albatta Toyotaga qaytib kelasizlar.